Mamlakatimiz bo'ylab yuqori kayfiyat va ko'tarinki ruhda davom etayotgan yoshlar festivallari yoshlarni ezgu maqsadlar atrofida birlashtirib, ularning iqtidor va tashabbuslarini namoyon etishda muhim maydon vazifasini bajarmoqda. Ana shunday mazmunli va esda qolarli tadbirlardan biri Samarqand tumanida ham keng jamoatchilik ishtirokida tashkil etildi. Festival ertalabdan sport va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan tadbirlar bilan boshlandi. Sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida o'tkazilgan yurish marafoni ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Rustam qishloq mahallasidan start olgan mazkur marafonda yoshlar ishlari bo'limi xodimlari, jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar, harbiy xizmatchilar hamda sport ixlosmandlari faol qatnashdi. Harbiy orkestr sadolari ostida ishtirokchilar Samarqand tuman 1-son sport maktabi tomon yo'l oldilar. Manzilga yetib kelgach, ommaviy badan tarbiya mashg'ulotlari tashkil etilib, sog'lom turmush tarzining ahamiyati yana bir bor namoyon etildi. Shundan so'ng sport musobaqalariga navbat berildi. Mana bugun sport tadbirlari doirasida sportning erkin kurash, yunon-rum kurashi, sambo, milliy kurash, qo'l jangi, taekvondo, VTF kabi stol tennisi, shaxmat, shashka kabi sport turlaridan sport tadbirlarini davom etkazib kelmoqdamiz. Bu tadbirdan mahalla fuqarolari xursandki, bugun badan tarbiya yurish marafonlarida ham hammasi kelib ishtirok etib, barchasi sport formalarida barchasi ishtirok etib kelmoqdalar. Bu tadbir shu asosan yoshlarni sog'lig'ini tiklashga, salomatligini tiklashga, ya'ni har xil illatlarga qo'shilib ketishni oldini olishlarga, yoshlarni birlashtiradi. Turli sportlar bo'yicha bellashuv o'tkazilyapti. Biz bundan juda xursandmiz. Davlatimiz bizga shuncha sharoitlar berganiga bizga kattakon rahmat deymiz. Nasib bo'lsa, inorim kurash bo'yicha jahon chempioni, olimpiya chempioni bo'laman deb o'zimga katta maqsadlar qo'yganman. Ustozlarimdan ko'plab sir-sinovotlar o'rganyapman. Buning uchun ustozlarimga kattakon rahmat deyman. Bu festivallar sportchilarni ertaga nasib bo'lsa katta yutuqlarga erishishga xizmat qiladi. Musobaqalar davomida ishtirokchilar nafaqat o'z mahoratini namoyon etdi, balki do'stlik, ahillik va sog'lom raqobat muhitini ham shakllantirdilar. Ayniqsa milliy kurash bahslari tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otib, yosh polvonlarning chiqishlari olqishlarga sazovor bo'ldi. Festival tadbirlari kunning ikkinchi yarmida ham ko'tarinki ruhda davom etdi. Tumanning Ko'nigil mahallasida joylashgan Ko'nigil turizm qishlog'i yoshlarning iqtidori va ijodiy salohiyatini namoyon etish maydoniga aylandi. Bu yerda robototexnika, rassomchilik, kitobxonlik hamda intellektual salohiyatni oshirishga qaratilgan zakovat o'yinlari tashkil etildi. Butun respublikamiz bo'ylab davom etayotgan yoshlar tashabbuslari marafoni avvaliga viloyatlarga, hozir esa tumanlarga ko'chdi. Mana bugun bizning Samarqand tumanimizda aynan mana shu marafon doirasida Yangi O'zbekistonni yoshlar quradi shiori ostidagi yoshlar festivali davom etmoqda. Festival doirasida zakovat intellektual o'yinlari, robototexnika, IT dasturlari ko'rgazmasi, Yoshlar ishlari agentligining mega loyihalari targ'iboti va yana bir necha tadbirlar ko'tarinki ruhda, ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. So'nggi yillarda yoshlarga berilayotgan e'tibor natijasida yoshlarimiz katta muvaffaqiyatlarga, zafarlarga hamda yutuqlarga erishmoqda. Men o'zim yetakchilik qilayotgan Samarqand tumanidagi Chaman mahallasida ham bu yil 20 ga yaqin yoshlar maktab bitiruvchisi bo'ldi va ular oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun harakat qilishmoqda, tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bugungi festival doirasida ham aynan mening mahallamdan maktabni oltin va kumush medallar bilan, a'lo baholar bilan bitirgan yoshlarimiz tashrif buyurgan. Biz yoshlar yetakchilari hamda tumanimizning barcha yoshlari o'zimizning bilim salohiyatimiz bilan albatta vatanimizga kerakli, haqiqiy shijoatkor farzand bo'lib xizmat qilamiz. Uch avlod uchrashuvi festivalning eng mazmunli loyihalaridan biri bo'ldi. Unda nuroniylar, faol yoshlar va bolajonlar bir davrada jam bo'lib, hayotiy tajriba, milliy qadriyatlar va ezgu an'analar haqida samimiy suhbat qurdilar. Bu tadbirda juda ham ko'p yoshlarimiz ishtirok etyapti. Kitobxonlar festivali bo'lyapti. Uch avlod uchrashuvi o'tkazilyapti. Qarang, bu yerda yana aytmasam hunarmandchilik bo'yicha butun Samarqand tumanidagi hunarmandlar o'zlarining hunarlarini yoshlarga o'rgatyaptilar. Mana qaranglarki, bugun mana bunda nuroniylar bularni ko'rib turib, juda ham biz xursand bo'lyapmizki, qarang, bu bizga juda zavq bag'ishlayapti. Bizlar bu yoshda bo'lgan davrlarda bunaqa sharoitlar, bunaqa har tomonlama qilingan ishlar, mana bunaqa festivallar, yoshlar bilan o'zaro muloqotlar yo'q edi ko'p. Endi maqsad nima? Asosiy maqsad chunki bolalarimiz o'shalarni ko'rib, keksa avlodni ko'rib o'rgansin.
bilinsin, tushunsin. Mana kitobxonlar festivali bo'lyapti. Mana kitobxonlar ko'paysin. Bolalarimiz, yoshlarimiz kitobga qiziqsin deymiz. Chunki ular telefonda qo'yib turib kitobga qiziqishi kerak. Hamma ishlar shu maqsadda qilyapti. Mana shunaqa sharoitlar, mana bizning Qonigil mahallasidagi turizm qishlog'ida ajoyib tadbirlar, mana shunaqa tuman tadbirlari keng miqyosda tantanali o'tkazilardi. Mana bizlar uch avlod uchrashuvida nuroniylarning o'gitlari menimcha bolalarga, yoshlarga saboq bo'lyapti. Festival doirasida ta'lim sohasida yuqori natijalarga erishgan yoshlarni rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Namunali xulqi, a'lo baholari va o'qishdagi muvaffaqiyatlari bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan umumta'lim maktablari bitiruvchilarining bir guruhi oltin va kumush medallar bilan taqdirlandi. Mukofotlarni tuman hokimi hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari tantanali ravishda topshirdi. Bugungi yoshlar festivali juda ham ko'tarinki ruhda, xursandchilik bilan o'tkazilmoqda. Yoshlarimizga mana bunday festivallarning tashkil etilishi va bugun yoshlarimizni oltin, kumush medallarning taqdirlanishi kelajakka bo'lgan intilishlarni yanada oshiradi. Bugungi festivalda Samarqand tuman 40-umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari ham qatnashmoqda. 40-umumiy o'rta ta'lim maktabida bu yil 57 nafar bitiruvchilar mavjud bo'lib, ulardan 4 nafari kumush va oltin medallar bilan bugun taqdirlanmoqda. Prezidentimiz ustozlarimizga, yoshlarimizga ham juda katta sharoitlar, imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Natijada barcha ustozlar o'z ustlarida ishlab katta natijalarga erishmoqda. O'quvchilarimizning oltin va kumush medallar bilan taqdirlanishi ham mana shu ustozlarimizni o'z ustilarida ishlashlaridan dalolat beradi. Bizga bu yerda oltin medallar berishdi, taqdirlashdi. Biz ustozimizga katta rahmat aytamiz. Bizni shu darajaga yetishimizga ularning hissalari juda katta. Yana ota-onamizga ham rahmat aytamiz. Ular bizni shunday tarbiyalab, shunaqa voyaga yetishimizga katta sababchi bo'lganlar. Hozirgi kunda yoshlar uchun prezidentimiz tomonidan juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Mana men masalan hozirda 11-sinfni bitirgan bo'lsam, Xitoy davlatiga o'qishga kirdim. Grant asosida sentabrdan o'qishim boshlanadi. Bunga menga yordam bergan o'qituvchilarimga, ota-onamga katta rahmat aytaman. Kelajakda Xitoy davlatida o'qib, u yerning universitetlarini bitirib, o'zimizning davlatimizga kelib, iqtisodiyotni rivojlantirishda o'z hissamni qo'shishga va'da beraman. Mana bugun mahallamizda nafaqat yoshlar festivali, balki bitiruvchilarni tabriklash marosimi ham bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan bizning mahallamizda sportga, ilm-fanga, madaniyatga ham katta e'tibor qaratilgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'zimizning maktabimizda ham yoshlarni o'qishlari uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. O'zim ham 53-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchisiman va bu maktabni oltin medal bilan tugatdim. Hamda 2 sertifikat sohibasiman va kelajakda Samarqand davlat universitetiga topshirib, yaxshi o'qituvchi bo'lib, bilimlarimni o'z bolalarga yetkazaman va vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishga harakat qilaman. Kun davomida davom etgan festival kechki payt yanada fayzli va unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Boqiy shahar majmuasida tashkil etilgan gala-konsert ishtirokchilari uchun haqiqiy bayram tuhfasiga aylandi. El ardog'idagi san'atkorlar ijrosida yangragan dilbar kuy-qo'shiqlar barchaga xush kayfiyat ulashdi. Maydonni quvonch va shodlik muhiti qamrab oldi. Festival yakunida mahallalarda yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning startap va innovatsion loyihalarini ro'yobga chiqarish, bandligini ta'minlash hamda ijtimoiy faolligini oshirish borasida samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh yoshlar yetakchilari va faol yoshlar munosib taqdirlandi. Darhaqiqat, Samarqand tumanida o'tkazilgan yoshlar festivali nafaqat yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, balki ularning iqtidori, bilim va salohiyatini namoyon etish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish hamda jamiyat hayotidagi faolligini yanada oshirishga xizmat qildi.